Yuzimni qora tochka bo'lib, tez yog'lanib, kirlanyapti. Komedonlar ko'payib, yog' balansi oshib ketadi. Terimizda o'sha ortiqcha qora tochkalar, kirlanishlar, yog'lanishlar ko'payganligini hisobiga yuzimizdagi komedonlar yig'iladi. Shuni oqibatida ko'pchilik magazindan borib skrab oladi yoki umyvalka yoki toner har xil vositalar bilan uni ketkazishga harakat qilishadi. Qora maskalar chiqib, qora maskalarni surib turib shilinadi, qora tochkalarim ketadi deb qilishadi. Bunaqa narsa yordam bermaydi-da. Yoz faslida har oy stabilniy chistka muolajasini olish kerak. Har oy mumkin. Agar terimizda akneli, ya'ni po'ralarimiz keng bo'lsa, tez qora tochkalarimiz yig'ilsa, yog'lanish balansi juda ham yuqori darajada bo'lsa, demak biz har oy chistka qilib po'ralarimizni qisqartirishimiz kerak, tozalashimiz kerak. Ana shundagina terimizda o'sha tonalkalarimiz silliq yotadi, yuzimiz svejiy bo'ladi.